Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Avropa parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raislaridan biri, hozirgacha Avropa parlamentida Uyg'ur masalasining o'ttirib qo'yilishiga turtki bo'lib kelgan Ilhom To'xtining Sakharov mukofotiga erishishiga turtki bo'lgan Avropa parlament a'zosi Engin Eroğli apandi 19 dekabr seshanba kuni Qurultay markaziy ishxonasini ziyorat qildi. Qurultay markaz organ rahbarlari bilan ko'rishgan Engin Eroğli uchrashuv jarayonida qilgan so'zida Dolqin Ayso boshchiligidagi Dunyo Uyghur Qurultayining sanoqli imkoniyatlar bilan hozir qadar qilgan xizmatlarini e'tirof qilish bilan birga yuqori baho berdi va o'zining Uyg'ur masalasini Yevropa parlamentida o'ttirib qo'yib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy emgakini to'xtatish uchun konkret tadbirlarni elishda Dunyo Uyghur Qurultayi bilan har vaqt hamkorlashadiganligini ifoda qildi. Ziyorat jarayonida Dolqin Ayso apandi o'zining ishxonasidagi Sharq Turkistonning ozodlik uchun kurash qilgan milliy rahbarlarimiz va ustozlarimizning rasmlarini ko'rsatib, ularni qisqacha tanishtirdi. Oxirida Engin Eroğli Uyg'urlarning mustaqil bir davlat qura oladiganligiga ishonganligini va buning unchalik yiroq emasligini eskartdi. Dunyo Uyghur Qurultayining bayonotchisi, Anqara Universiteti Til, Tarix va Jug'rofiya fakultetining o'qituvchisi professor doktor Erkin Ahmet apandi Türkiye Xalq Madaniyati tadqiqot organi tarafidan ta'sis qilingan Türk Xalq Madaniyatiga xizmat qilish mukofotiga erishdi. 16 dekabr Türk tarix organida 40 navbatlik Türk Xalq Madaniyatiga xizmat qilish mukofotining tarqitish marosimi o'tkazilgan bo'lib, marosimda professor doktor Erkin Ahmet qatorliq 9 tadqiqotchi shaxsga mukofot taqdim qilingan. Professor doktor Erkin Ahmet bu mukofotni topshirib olgan vaqtida so'z qilib, ushbu mukofotni Xitoyning jazo lagerlarida, turmalarda begunoh tutilib yetayotgan va shahid qilingan butun Uyg'ur ziyolilarga, bo'lib Xitoy tarafidan shahid qilingan muallimi professor Abdukerim Rahmonga atab qabul qilganligini bildirgan. Uning bildirishicha, Xitoy Uyg'ur madaniyati va folklorshunos professor Abdukerim Rahmonni o'z ichiga olgan nurg'unlagan Uyg'ur ziyolilarini atalmish milliy belginchilik, milliy o'chmanlik qatorliq tuhmatlar bilan jazo lageri va turmalarga solgan. Bularning ichida 80 yoshli folklorshunos professor Abdukerim Rahmon turmadagi nachar sharoit va turli qiyin qistoqlar sababli olamdan o'tgan. Xitoy hukumatining qirg'inchilik qilmishiga qarata tixim kuchlik va amaliy bo'lgan tadbirlarning elinishi talab qilinayotganda, Amerika Kengash palatasining a'zolaridan Gary Peters va Cynthia Lummis birlikda tanishtirgan kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi kurash qonun loyihasi 20 dekabr kuni to'liq ovoz bilan ma'qullandi. Ularning rasmiy torbitida berilgan uchurlar qaraganda, bu qonun loyihasi nuqtali holda Amerika savdo sohasini nishon qilgan holda tuzilgan. Shundaqla Amerika savdo ministrligining savdo sohasidagilarga ko'rsatmalik holda savdo obyektlarini tanlab berishida manba bo'lish rolini o'ynaydi ekan. Onun da aytilishicha, Amerika savdo sohasi eksport qilayotgan tovarlarning bir qismi Xitoyning Uyg'urlarni qirg'in qilishiga bevosita xizmat qilayotgan bo'lsa, yana bir qismi majburiy emgak va kishilik huquq dafsanchiligiga chetildi. Bu qonun loyihasi rasmiy holda qonunga aylansa, savdo sohasidagilarning Xitoyga qaratgan bu xildagi eksportini qonun nuqtasidan cheklash amalga oshadi ekan. Gary Peters apandi bu vaqtda so'z qilib, Amerika Kengash palatasining bu qonun loyihasini to'liq ovoz bilan ma'qullaganligidan bekmi faxrlandim. Bu Xitoy hukumatining majburiy emgak va boshqa zulmlarga sherik bo'layotgan shirkatlar bilan bo'lgan savdoning oldini olishda bek muhim degan. Dunyo Uyghur Qurultayi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanat apandi bu qonun loyihasini qizg'in olqishlaydiganligini bildirgan. U bu vaqtda to'xtalib, Uyg'ur majburiy emgakidan manfaat olib kelayotgan Amerika shirkatlarining ba'zilari Uyg'urlarni qirg'in qilayotgan mustabid Xitoy davlatiga hamdam bo'lib kelgan. Buni hamda oxirlashtirgan payti yetib keldi. Uyg'urlarga qarshi zulm va jinoyatlarga sherik bo'lishga hamda o'rin yo'q degan. 60 yil burun Lopnorda tunji atom bombasini portlatgan Xitoyning bu joydagi atom sinoq bazasi qurilishini davom qilayotganligi ma'lum. New York vaqti gazetining 20 dekabrdagi xabarda aytilishicha, Xitoyning yer ostida qozgan atom bombasi sinoq donili kam deganda taxminan 536 metrga yetgan. Bu Xitoy hukumatining yangi bir avlod yadro qurollarini sinoq qilishni hamda boshqariladigan bombaning zarba kuchini tez suratda oshirishni o'ylashayotganligining kuchli dalili ekan. Sun'iy amradan tortilgan suratlarning isbotlashicha, Xitoyning Lopnordagi harbiy baza qurilishi yadro sinoq bazasini asos qilib uzluksiz kengayotgan bo'lib, cho'ng tipdagi yadro bombasini portlatishga va ajallik radiatsiya kuchini cheklashga muvofiq keladigan g'oyat zo'r va uzun tonnel qazilmoqda ekan. Lopnor yadro sinoq bazasi 3,2 kilometrdan oshadigan cho'ng bino va texnik sinoq o'rinlarini tashkil topgan bo'lib, 2017 yildan boshlab bu yerga 30 necha bino qo'shilgan yoki remont qilingan. Sun'iy amradan tortilgan suratda ko'rsatilishicha, yaqinda bu bazaga tutishadigan bir qancha yangi yo'l qo'shilgan bo'lib, Sharq tog'dagi yangi rayonga taxminan 48 kilometr uzargan. Boshqa sun'iy amra rasmlari bu tog' bag'riga yoshiringan burg'ulash supasini oshkorlagan bo'lib,
Bu Xitoyning kelgusidagi yerosti sinoq rayoni bo'lishi mumkin ekan. Yangi qurilgan bu rayondagi cho'nqur quduq va tuz shakllik tonnel tixim cho'ng atom siniqining hozirligidan derak berdi ekan. Xabarda aytilishicha, yadro mutaxassislari bu paketlarning Xitoyning yadro siniqini asliga keltirishga tayyorlik qilayotganligini ko'rsatib berdiganligini bildirgan. Kuzatuvchilar bo'lsa, buning Xitoyning yadro qurilmasini keng ko'lamda taraqqiy qildirayotganligini ko'rsatadiganligini o'ttirib qo'ygan. Shundaqla Xitoyning yadro qurol musobaqasini teziltib, atom raqobatining yangi davrini boshlaydiganligidan ogohlantirish bergan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.